Qoplonqir Qoraqum cho'lining umg'uzorti qismidagi qir. Qadimiy Xorazm vohasining g'arbiy qismida Ustyurt platosiga tutashib ketgan. U shimoli-g'arbdan janubi-sharqqa 200 kilometrdan ziyod masofaga cho'zilgan. Eni janubi-sharqdan shimoli-g'arbga kengayib 35 kilometrgacha boradi. Eng baland joyi 305 metr. Qoraqum qismining janubi-g'arbiy yonbag'rida Guklen quyi Qorasho'r botig'i sho'rxoki joylashgan. Qoplonqirning botiq yuzasidan ko'tarilgan yonbag'ri nishab va atrofidagi tekisliklar bilan tutashgan. Uning janubiy qismida qadimgi Xorazm tamadduni markazlaridan biri Amudaryoning qadimiy o'zani O'zbo'y joylashgan. Qoplonqir asosan Neogen davri gillari, mergel, qatlamli qumtoshlar, gips va ohaktoshlardan tashkil topgan. Janubiy yonbag'irlarida bo'r va paleogen davrlariga mansub tog' jinslari ochilib qolgan. Iqlimi keskin kontinental, qishi sovuq, yozi issiq, yog'in kam. Tuproq va o'simliklari cho'lga xos.